bolani ruhiy sog'lom qilib katta ya'ni bu ham norma. Ba'zi vaziyatlarda bola hali o'zi bu o'yinchog'iga to'ymadi va boshqalarga berishga kayfiyati to'g'ri kelmayapti. Va yana bitta muhim bolaga taqiqlash mumkin bo'lmagan narsa bu maktabgacha bo'lgan davrda kir o'yinlarni o'ynashga bolaga taqiqlash mumkin emas. Bu loy o'ynaydimi bu bola, changi botib o'ynaydimi, nima qilishidan qat'iy nazar palchiklar bilan chizib o'ynaydimi? Bu farzandning rivojlanishi uchun muhim hisoblanadi.